Bu avtosalon Dubay. Nafaqat mashina bilan oldi-sotdi shug'ullanadi. Biz majburmiz sizlarga har xil uslugalar qilib berishga. Misol uchun, variant rassrochkiga ham aralashamiz, nasiya savdoga ham aralashamiz, bir xil payt obmenga ham aralashamiz. Plus chet eldan mashina zakazga ham, predoplata bo'yicha ham sizlar uchun xalq qilib beryapmiz. Beushniylari ham, yengilari ham bizga farqi yo'q. Glavniy biz uchun klient довольный bo'lishi kerak. Shunaqa сделкаlarimiz bo'lgan. Даже недвижимостьga ham barter qilib o'rganmiz. Keyin bu недвижимостьni ham sukhoy arendaga ham под выкупga ham chiqarganmiz. Glavniy bizning klientlarimizni ishi bitsin, no isilardan chiqmasin. Bizga ham to'g'ri kelish kerak. Hamma narsa по маслу bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri. Bu biznesda normallik foydalansa bo'ladi. No afsuski, по маслу hech qachon har doim bo'vermaydi. Bu video maqsadim nima? Prosta oldimizga kelganinglarda, to'g'ri, men xudo xolisi ishlarni bitiraman. Mashina bilan, kvartiralar bilan, недвижимостьlar bilan, no azgina bizani ham o'ylasanglar zo'r bo'lardi. Va bugun azgina Yevro ekologiya standarti bo'yicha sizlarga tushuntirmoqchiman. Misol uchun, mana bu avtomobil Infiniti 2008-yil. Misol, bu Euro 4, даже Euro 5 ga to'g'ri keladigan. Captiva'miz bor. Mana Captiva bu уже sotilib bo'lgan, уже bu baraka bo'lgan. Captiva o'zining 3 litrli motori bilan Euro 5. Keyingi avtomobilimiz bu Gentra bo'ladi. Ko'pchilikga yoqqan Gentra. Bu ham Euro 4 ga to'g'ri keladigani. Keyingisi mana qaranglar, eski Audi 2002-yil. Lekin buni dvigatellari Euro 3 yo даже Euro 4 ga to'g'ri keladigani. Va men buni qaranglar, 99-yo 97-yil avtomobil, eski Land Cruiser 80 ga. Buni motori 4,5 benzin. Bu ham Euro 3 ga to'g'ri keladigani. Va boshqa bizning avtomobilimiz, mana elektromobillar ham bor, boshqa benzinlar ham bor. Bular ham hammasi Euro 3 dan baland. Bilasizlar, yashil stiker olish uchun kamida Euro 2 bo'lish kerak. Tak что, bizning avtomobilimiz hammasi to'g'ri kelyapti.